Laykni bosib o'rasizlar akalar. Mana zo'rlarini so'ragan akalarga. Mashalloh dilaklar bosib bersizlar. Joning sog' bo'lgunlar mana. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Nurulov kanali hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugun Farg'ona viloyati Toshloq tumani Aramazorda siz azizlarda e'tiborlaringizga yosh va sifatli semental ko'chatlarda narx-navo ma'lumotini beramiz. Akalar, arzimas mehnatimizga layklarni bosib, albatta fikrlarni kommentariyaga yozib qoldirib turasizlar. Hurmatli akalar, mana qarang, mana bunaqangi pachkasi chiroyli, sifatli, kuchlilaridan so'ragan aka-ukalarga mana qarang, toza asrskiy sementalni bolasi. Akalar, rangi qizil bo'lsa, semental deydigan holatdagilar bas akalar. Unaqasiga taqqoslamaysizlar. Chiroyli ko'chatlarda zo'rlaridan, chempionlaridan olaman degan aka-ukalarga xudo xolasa tushadigan variantdagilari. Akalar, buni Muhammad Sodiq ham o'zi fermasidan olib chiqib, fermalaridan chiroylilarini, go'zallarini yiqqan. Akalar, mehnatga arzimas. Laykni bosib, otangga rahmat deb kommentariyaga fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa, lekin hali chorvador odamni hammasiga yoqadigan bo'ladi. To'g'rimi Muhammad Sodiq? To'g'ri aka. Qalay endi, nima gaplar? Charchaga sog'lab aka. Suymisan? Sonlar yaxshimi? Nima deymiz bularda endi? Ma'lumotlarni bersang, biz obunachilarimizdan biri olib, shunaqangi tozalardan boqishsin. Ikkita xonada 4 ta novosimiz bor aka. Ha. 100% sutdan chiqmagan o'tgan variantlari. Aka, xudo xolasa shu eng yaxshi obunachilarga tavsiya qilaverasiz aka. Aha. 100% garantiyasi beriladi aka. Aha. Mana aka, ko'rib aka, o'z ishqibozlarimiz aka biladi aka, sementalimiz aka, ko'rib turib aka. Ha, o'zi ko'rinib turibdi. Hurmatli tomoshabinlar, ko'ringlar. Buni hali maqtab yo'q narsani tomga olib chiqish emas. Hali bor haqiqat. Chiroyli holatdagi yosh va sifatli toza asrskiy sementalli bolalari. O'sh soniga 6 bosh, ha? 6 bosh. Xonajim 4 ta novos aka. Hurmatli ukalar, mana. Ikkita xonajim, 4 ta novos. Hurmatli tomoshabinlar, ikkita xonajim, 4 ta novos. Mana shunaqalardan olib boqaman degan ukalarga ikkita o'n bitta kichkinaroq novoscha bor ekan, ha? Bitta kichkina novosimiz bor aka. Hurmatli tomoshabinlar, Muhammad Sodiq hali qochirmay yopishtirib cho'zmayligu, bularning narx-navo pullarini yo'lida qilaydi. Yemoq-ichmoq, tanjon sog'ligiga garantiyalari bor. O'sha toza 100 talik sementalliklariga garantiyalarni berasizlar, ha? Hurmatli ukalar, o'sha tanijoni sog'ligiga 100% sementalligiga garantiyalar beriladi. Sababi buni o'sha o'zimizning obunachilardan, o'zimizning o'sha fermalardan, yaxshi ishonarli joylardan chiqqan mollar. Hali xana-xona qilib, hali bozordan yig'ishtirib kelingan rangi qizil o'zi semental, nomi sementallardan emas. Muhammad Sodiq, nima deymiz? Bularda nech puldan nech pulgacha narxlari? Aka, ikkita qashqa. Aha. Ola. Aha. Mana ola xonajinimiz. Aha. Sariq. Aha. 33,5 milliondan kami bor aka. Aha. Mana ikkala kichkinalarimiz 26,5 milliondan kami bor aka. 26,5 milliondan. Bittasi mo'mi xonajinmi bu? Ha, shu oldiy xonajin keyin mana novos aka. 68-28 mana bu quloq raqami. Mashina 26,5. Imo ha 9117. 9178 ha. Mana qarang, lekin bular vobshin ishli. Buni yosh oilalarcha kichkinaroq, kecha sutdan qisilganroq ekan, ha? Endi akalar bu bali Xudo yaxshi bo'ladi. lekin voyasiga yetganda O'zgaradi aka. Xudo xolasa voyasiga yetib borganda akalar bular ham kuchli bo'lib ketadi. Shu tonnali novosni hali bozorlarda o'zimizdan ko'rsatyapmiz-ku, tonnali novoslarni o'shani singari holatda bo'ladi. Endi Xudo xolasa akalar ustida kelib, bizdan biri yoritib ma'lumot beraveramiz. Ani ko'ziga urib qo'ysizlarda, ani ko'zigacha cho'p tegib ketibdi-da. Shu ehtiyot bo'ylab olib chiqayotganda bular juda sho'x. Hozir rosa yugurdi. Buni bunchalik holatga keltirib olguncha rosa qiynal, hammasini peshonasidan ter chiqdi. Hurmatli ukalar, xo'p, ikkitani 26,5 dan. Endi buni Muhammad Sodiq hali bozor o'ynamaylik-ku. Kecha silab hali bo'ladigan qilib yopishtirib narx aytdik-ku. Misol ishqibozi olsin. Xayr sunnatini qilib berasan o'shanda ham baribir. Dastlabki masalasi nima bo'ladi-ku? Dastlabki aka, vodiy bo'ylab bo'lsa aka, Samarqandgacha yetkazib beramiz aka. Hammasi bir joyga bo'lsa, Samarqandgacha ketaveradi. Ketadi aka. Mana qarang, hurmatli tomoshabinlar, mana qarang. Mo'monlar bor-ku, vobshim chempion bo'lib ketadi-da. Nima bilan akalar? Mana.
ishqibozlari olib boqsin, xudo xolasa baraka topadi. Etagida hosil daromadini ko'radigan narsalar. Samarqandgacha bir joyga olsa dastavkasi ketaveradi. Necha pullar qilib beramiz? Silab gapir, Muhammad Sodiq. Samarqandgacha aytilgan narxlar emas aka. Bitta joyda olsa 29,5 million deb beramiz aka. Hammasi bir joyga? Ha, bir joyda aka. 29 million 500 ming so'mdan agar hammasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa 29 million 500 dan. Endi bu ikkita kichkinani o'zigina nima qilib beramiz? Aka o'sha aytgan narximga 1 million shu 25,5 milliondan keyin yetkazib beramiz aka Samarqandgacha. O jupini olsa, Ha. ikkita jupini olsalar ham hurmat aka-ukalar 25,5 million deyilayotganda 26,5 deyotganingiz 25,5 dan dastavkasini qilib berasiz. Bu to'rttasicha mana 33 ming necha pul aytdingiz? 33,5 aytdingizmi? Aka o'sha to'ralarni bitta joyda olsa aka ulardan ham 1 million tushib aka. Aha. 2,5 million. Yana tushib beramiz aka kelib telefon qilib ma'lum. Yana kami bor, xayr sunnati bor a? Bor aka. Bor aka-ukalar, mana ko'ringlar. Endi bu mollar bunaqangi katta novvos yo bo'lmasam katta xunajinlar emas. Lekin qoni toza, o'sha hech qilmasa hozirgi holatda sotilyapti. O'zimiz ijtimoiy tarmoqlarga chiqaryapmiz. Akalar hech qilmasa o'sha 1 tonnani ustidagi novvos bo'ladi, novvoslari ham. Lekin xunajinlari ham chempion xunajinlar bo'ladi. Ostilari zo'r. Xunajinlarini ham. Xunajinlarning ostilari vobshim olibdi akalar. Mana qarang, mana. Joning sog' bo'linglar, mana qarang. Hurmatli tomoshabinlar, endi xulosa o'zlaringdan biz sizlarga imkon darajasida ko'rsatib ma'lumotlarni beramiz. O'zlaring ko'rib bo'laverasizlar. Bu zay holatda, lekin yemog'i, tani joni sog'ligi xudo xolasa behijolat deyapti ukalarimiz. Yana bir ustida kelib savdolashib, talashib, tortishib olinaveradi. Pachkalari, korobkalari nihoyatda zo'r, iliklari shu sutga to'ygan holatda. Qo'ldan kelgancha ma'lumotini berdik. Endi bu bo'zay halija emlamalariga unaqa priybka-miribkalar unaqangi bormagan bo'lsa kerak. Mana. Muhammad Sodiq aloqaga chiqqan odam xudo xolasa ishini bitirib beramiz, aka. Telefon bilan aka. Mana. Hamma obunachlar ishi bitadi aka. Hurmatli tomoshabinlar, mana o'zlaring xolis ko'rib turibsizlar. Mana. Bunaqangi go'zallari Muhammad Sodiq sementarchi bo'lib ketdi, ammo chempionlarini olib kelaverdi. Mana. Mana qarang. Akalar hamma tomonlama xudo xolasa garantiyalarni beradi. O'sha ishqiboziga realni olib hosil daromadini ko'raman degan odamga xudo xolasa beriladi. Mana. Mana pachkalarini ko'ringlar. Tuyoqlari o'pishni istagan tuyoq. Chiroyli holatda xudo xolasa yana akalar shunday zo'rlarini olib kelgan ukalarga endi laykni bosib berasizlar. Qo'ldan kelgancha ma'lumot beruvchi biz. Mana. Ko'ringlar mana. Voy mashalloh. Haydavering bunaqa. Mana qarang. Chempionlari, chiroyli yaxshi holatdagilari, go'zallar. Mana. Mana qarang. Xolasalaring juplab olinglar, xolasalaring yakkalab olinglar. Xullas, yakkalab ham, juplab ham hammasi bir joyda ham sotilaveradi. Sotiladi. Hammasini narxi bor. Ha? Mana shu bitta kichkinani o'zini, Muhammad Sodiq. Mana shu bitta kichkinani o'zini so'raganga ham sotaveramiz, a? Muammosi yo'q. So'raganga hammasiga beramiz aka. Ha, jupi olaman deganga ham, donalab olaman deganga ham xudo xolasa ish yuraveradi. 100% kepak yeyapti hozir a? Mana hurmatli akalar 100% kepaklarni silos, pilos hammasini yeyverar ekan mana. Zo'r. Mana joning sog' bo'lginlar. Mana qarang. Kelar. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Yana narx-navosini endi xayri bor. Unaqangicha endi million bu ko'chat narsada unaqangi katta million pul qo'yib olmaydi. Xayr sunnat qilib beriladi, Muhammad Sodiqqa. Xayr sunnat qilib beriladi ishqibozlari. Aloqaga chiqaverasizlar. Mazlum Farg'ona viloyati Toshloq tumani Muhammad Sodiqda
fermasidan bo'ldi akalar. Novosi ham lekin mashhur ajinni ham. Mana oqsilari ham. Bu pishim chempion ekan akalar, mana mashhur ajinni. 68-11 qurol raqami. Mana o'shin chempion mol bo'ladi mana shu ham. Bunisi ham shunaqangi chiroyli holatda. Novoslar ham, xunajinlar ham akalar, novoslar tunnali bo'ladi bu. Akalar, o'sha tunnaning ustidagi novosli bolalar. И onalari ham xuddi shunaqangi. Toza semental tushgan narsalar akalar. Zotga foydalanadiganlarga уже ma'lum. Уже ishqivozi o'zi bildi. Akalar, hammaga rahmat. Chorvalaringga Alloh baraka bersin. Ko'ngilni bir joyga qo'yib kelib aloqa chiqarasiz.